Assalomu alaykum hammaga. Bu ertalab tursam, jonisi hovlilarni tozalab, ish qilishga tushib ketdilar. Xotinjam mana senga eng katta podarkam mani dedilar. Voy, xursand bo'lib ketdim. Hammanglar rahmat, boringizga shukur jonisi dedim-de, o'zim sekin yenglarimni shimarib, hovlilarni tozalashga tushib ketdim. Qarasam, havo shunaqa jotga, mashalloh. Hamma joylar chang bo'lib ketgan ekan yomg'irlardan keyin. Bolalarimni hovliga olib chiqdik deb mazza qilib uylarni tozalab oldim. Shu uylarimni tozalasam, mana menga shu eng katta podarka, xotirjam yuraman-da ishimga borib kelib. Shu bilan kirlarimni solib qo'ydim, uylarimni tozalashga tushib ketdim. Hamma joylarni generalniy qilib uborka qildim, xotirjam bo'lib oldim. Keyin jonisi aytdilar, xotinjon, yur ketdik, seni bir bozorga olib borib bozor qildirib kelay. Futsitsiga ketdik dedilar, oylik olganman dedilar. Hamma aylandasi ketdik dedim-de, men bozor qilsam mazza qilaman dedim-de. Bordik, keyin kech paytga surpriz qilib diydor shirin qildik. Er-xotinlar mazza qilib bardak choylarini ichib, mazza qilib iftorliklar qildik. Shu bilan qarasam, jonlarim uxlamasdan seni kutib o'tirishgan ekan. Ularni uxlatib, mazza qilib yotdim.